Qizlar, mana nima qilamiz? Boshlanishiga 3 metrdan 4 ta, 5 metrdan 4 ta ip qirqib olamiz. 3 metrdan 4 ta ipni, mana 3 metrdan qirqilgan ipimizni o'rtasini belgilab, mana o'rtasini belgilab turib, 4 tani mana 4 ta ip bo'lsa, 4 tasini belgilab turib, mana boylab olamiz. Buni ham xuddi shunday 5 metrlik ipni qirqib olib, 5 metrdan 4 ta, 3 metrdan 4 ta. Ikkalasini ham o'rtasini belgilab olamiz mana. Belgilab, ipda belgilab olamiz. Endi nima qilamiz? 3 metrli ipni hammasini tagidan o'rab chiqamizda, ajralib turishi uchun. Mana mononi shunday qilib o'raymiz, oddiy. Boylab olaman. 5 metrli va 3 metrli ajralish uchun. Mana shunday qilib hammasini shu 4 ta bo'lsa 8 ta tomon o'rtasini belgilaganimizda 8 ta bo'ladi. 8 ta tomonni xuddi shunday qilib mana baylab chiqamiz. Buni shu nima hozir to'qiyotganda bilasizlar. Hammasini shunday qilib qilib oldim. Ko'rinishi qanday bo'ladi mana? Hammasini 8 tasini shunday qilib belgilab olamiz. Endi buni o'rtasi bu bo'lsa, mana. Endi yana 4 tali 5 metrlik bilan ikkalasini o'rtasiga mana. Buni tagiga 3 metrlik tagiga qo'yib, 5 metrlik tepasiga qo'yamizda, mana. Shunchaki boylab olaman. Mana shunday qilib oldik. Endi buni nima qilamiz? Tepadagisi 5 metrlik, tagidagisi 3 metrlik. Qo'llarim ham yomon bo'lib ketgan, anosmala qilaman deb. Endi tepadagi 5 metrlikdan tagidagini, mana tagidagini hammasini общий tekis tugun yasaymiz. Qanday yasaymiz? 2 tani oldiga olamiz, 2 tani va men ko'proq chap tomondan boshlayman, sizlar o'ng tomondan qilsalar ham bo'ladi. Mana. Olamiz, buni tagiga olamiz, tagidan o'tkazamiz va orasidan olib o'tamiz mana. Mana. Endi buni tagidan orasidan olib o'tamiz. Endi tekis tugun bo'ldi mana. Qattiq qilib bo'ylaymiz. Yana tushuntiraman. Buni qaranglar mana. Bu yerda tuguncha hosil bo'ladi. Shu tugunchaga qarab qilamiz. Qanday qilamiz? Mana yana 2 ta ip. Buni tagiga olib o'tamiz va buni orasidan olib o'tamiz mana. Qattiq qilib tortamiz. Endi tuguncha qayerda bo'lsa, shu tomonga qaratamiz. Tuguncha qayerda bo'lsin, nima bu xira olyapti. Tuguncha qayerda bo'lsa, shu tomonga qilamiz mana. Ketdi yana. Tuguncha bu tomondaligi uchun mana ipni olamiz, buni tagidan olib o'tamiz mana. Yana buni tagidan bu yoqqa olib o'tamiz. Yana buni tagiga olamiz, buni tagidan mana. Buni 2 ta ipni bu yoqqa olamiz, buni tepada qoladi.
buni tagidan olib o'tamiz. Yarimi qolgan, mana yarimi qolgan. Yana hammasini qilamiz demanglar, yarimi qolgan mana. Yarimiga qilamiz. Endi yana tugun bu tomondami? Tugun qaysi tomonda bo'lsa, shu tomonga tekis tugun yasaymiz mana. Olamiz, buni tagidan olib o'tib, orasidan olib chiqamiz. Endi bu yoqqa. Bu yoqqa. Bir, ikki, uch, to'rt, beshta tekis tugun bo'ldi. Endi buni bu tomonga olamizda. Mana. İplarni olib boramiz. Уже bu bizga keragi yo'q. Mana bu ham keragi yo'q. Endi bu tomonga qilamiz. Mana. 1, 2 yo'q. Mana tugundan hisoblasak ham, 1, 2, 3, 4, 5 ta, 1, 2, 3, 4 ta bo'pti. Bir tomonda 5 ta, bir tomonda 4 ta bo'pti. Endi xuddi shunday qilib qilamiz. Voy, qo'lim og'rib ketdi. Ikkita ip. Buni tagidan orasidan olib o'tamiz. Qattiq tortamiz. Bir, ikki, uch, to'rt, besh deydi. 1, 2, 3. Bir, ikki, uch, to'rt, besh. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5 tani bitta qilsak 5 ta bo'ladi. Hisoblaysizlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta. Bo'ldi. Endi mana shunday ilgakcha hosil bo'ladi. Kichkinagina osmacha hosil bo'ladi. Endi buni общий hammasini olib uzunroq ipdan olamiz. Mana tugilgan, bunaqa tugilgan ipdan olmaymiz. Bu tagida qoladi, chunki bu 3 metr. Uzunroq ipimizdan olib mana ikkita uzun ipdan olamizda, yana xuddi shunday tekis tugun yasaymiz. Mana. Endi tagidagilar tortib kirgizamiz.
shunday qilib, ya'ni tekis tugun yasaymiz. Mana. Shu ilmog'imiz tayyor bo'ldi. Biz asosiy ishimiz shu edi. Mana. Tagidagi oshgan iplarni tagidan tortib pastga tushirib olsak, bo'ladi. Mana. Ko'rdinglarmi? Shu bilan mana chiroylikkina qovushimiz tayyor bo'ldi bizga ilmog'imiz.